videoda Isuzu Senji minadigan akalarga yuborib qo'yamiz. Manfaatli bo'ladi. Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun bizda yana Isuzu Senji. Bu Isuzuda bo'ladigan muammo, akamiz Bukan yo'lida uchib qolgan ekanlar. Buka tumaniga keldik. Xizmat bilan akamiz moshinalari uchib qolgan. Yo'lda kelayotganlarda o'zidan o'zi siltab, mashina o'tolmay uchib qolgan. Kechga chiqib o'sha yerda qolib ketgan ekanlar, ertalab saharda yo'lga chiqib, xudo xolasa mashina oldiga yetib keldik mana. Ko'ramiz qani, kasal nimadan chiqar ekan, kuzatib turinglar. Xo'p, mana xudo xolasa bu Isuzu'ni endi ro'z oldik. Abortilishlari. Bu akamizga mashinalarda bo'lgan muammo bitta reyli. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Kuyib ketgan. Shuna hisobiga mashinalar uchib qolgan ekan. Bu reyli chap tomon qanotda turadi. Mana bu kirishgan yechganlaringda o'zi ikkita qora reyli turadi. O'shaning bittasi mana shu reyli bo'ladi. Mana shu reyli ishlamasa ham mashinalarning zavodi bo'lmaydi. Bu videoda biroq Isuzu Senji minadigan akalarga yuborib qo'yamiz. Manfaatli bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaveringlar. Ishonchli, sifatli ko'rib beramiz. Rahmat, sog' bo'linglar.